tekinga bepul huquqiy ta'lim olish mumkinligini bilarmidingiz? Biz bu bo'yicha Adliya vazirligi huzuridagi yuridik kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti mutaxassisi bilan bog'landik. Assalomu alaykum. Albatta, institutimizda ayrim soha vakillari uchun bepul huquqiy bilimlarni oshirish imkoniyati yaratilgan. Bu bo'yicha maxsus kurslar faoliyati institutimizda yo'lga qo'yilgan. Xususan, mahalla huquqshunosi loyihasi doirasida mahalla raislarini huquqiy bilimlarini oshirish bo'yicha institutimizda bepul kurslar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, mahalla raislarini, demak, professional mediatorlikka tayyorlash bo'yicha bepul kurslar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Shu bilan bir qatorda mana umumta'lim muassasalari, professional ta'lim muassasalarida demak huquqiy fanlardan dars beradigan oliy noyuridik ma'lumotga ega pedagog kadrlar uchun 4 oylik bepul qayta tayyorlash kurslari yo'lga qo'yilgan. Demak, 2026-yil yakuniga qadar mazkur kurslarda tegishli pedagog kadrlarimiz bepul ravishda o'qishlari mumkin bo'ladi. O'zingizni tanishtirsangiz? Firuz Mahmudov, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi yuridik kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti direktorining o'rinbosari.